Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bugun biz matematikadan birinchi darsimizni boshlaymiz. Birinchi darsimizning mavzusi natural sonlar ustida amallarni bajarish tartibi haqida gaplashib olamiz. Demak, birinchi misol bilan tushuntiraman. Misolimizda 18 ayrilgan 3 ko'paytirilgan 2. Ayruv bilan ko'paytiruv amallari birgalikda keladigan bo'lsa, birinchi ko'paytirish amali bajarilib oladi. Demak, 18 ayrilgan 3 ni 2 ga ko'paytirsam 6 bo'ladi. 18 dan 6 ni ayirsam 12 bo'ladi. Xo'p, endi agar ko'paytiruv qo'shuv yana ko'paytiruv keladigan bo'lsa, birinchi ko'paytmalar bajarilib olinadi va natijalar o'zaro bir-biriga qo'shiladi. 5 kere 6 30, 7 kere 8 56. Qo'shadigan bo'lsam 86 chiqadi. Xo'p, keyingi misolimiz xuddi shu tipdagi misol. Birinchi ko'paytmalar bajarib olinadi, keyin chiqqan natijalar bir-biriga o'zaro qo'shiladi. 3 kere 2 6, 7 kere 13 91. Qo'shadigan bo'lsam 97 chiqadi. Keyingi misolimiz bir nechta ko'paytma, ya'ni yig'indi va ayirma holatida kelyapti. Avval ko'paytmalar bajariladi va qo'shish bo'lsa qo'shiladi, chapdan o'ngga qarab yoki ayriladi. 8 kere 3 24, 7 kere 6 42. Demak, qo'shish bo'lganligi uchun qo'shamiz. Ayrilgan 5 kere 9 45 bo'ladi. Endi mana shu joyda hisob kitobni osonlashtiramiz. Ya'ni 42 dan 45 ni ayiradigan bo'lsam -3 chiqadi. 24 dan, ya'ni 24 qo'shilgan -3 bo'lyapti. 24 ga -3 ni qo'shadigan bo'lsam, ya'ni kattasidan kichigini ayirib, kattasini ishorasini qo'yamiz. Ya'ni 21 bo'ladi. Xo'p, keyingi misolimiz 27 bo'lingan 3 qo'shilgan 4 ko'paytirilgan 7. Shu tipdagi misol faqat ko'paytirish o'rnida bo'lish amali kelyapti. Demak, 27 ni 3 ga bo'ladigan bo'lsam 9, 4 kere 7 28. Bu ikkitasini o'zaro bir-biriga qo'shadigan bo'lsam 37 degan natija javob chiqadi. Keyingi misollarimizga o'tamiz, ya'ni 6-misol. Avval bu holatda keladigan bo'lsa, qaus ichi birinchi bajariladi. Qaus ichida endi ayirma va ko'paytma kelyapti. Birinchi ko'paytma bajariladi, ya'ni 4 kere 2 8. 12 dan 8 ni ayiradigan bo'lsam, 12 dan 8 ni ayiradigan bo'lsam 4 bo'ladi. Demak, 48 bo'lingan qausning umumiy natijasi 4 chiqdi. Xo'p, qo'shilgan 24 ni 6 ga bo'lganim, ya'ni 24 ni 6 ga bo'lsam 4 chiqadi. 48 ni 4 ga bo'lsam 12 chiqadi. Demak, natijamiz 12 qo'shilgan 4, ya'ni umumiy natijamiz 16 ga teng bo'ladi. Xo'p, keyingi misolimizga o'tamiz. Keyingi misolimizda 120 bo'lingan 12, ya'ni 120 ni 12 ga bo'lsam 10 chiqadi. Xo'p, ayrilgan qaus ichini hisoblaymiz. Qaus ichini hisoblasak, endi qaus ichida bo'lish amali birinchi bajariladi. 169 ni 13 ga bo'ladigan bo'lsam 13 chiqadi. 13 ayrilgan 12 bo'ladi. Demak, endi qaus ichini hisoblaymiz. 10 ayrilgan 13 dan 12 ni ayiradigan bo'lsam 1 chiqadi. Demak, 10 dan 1 ni ayirsam javob 9 kelib chiqadi. Keyingi tipdagi misolimiz. Xo'p, qausgacha bo'lgan ifodalarni hisoblab olamiz. Ya'ni 84 ayrilgan 48 ni 4 ga bo'ldik, boya 12 chiqdi. Demak, 48 ni 4 ga bo'lsak 12 bo'ladi. Qo'shilgan 15 ko'paytirilgan. Har qanday sonni 0 ga ko'paytirsak 0 chiqadi. Hisob kitobni osonlashtiramiz. Ya'ni 3 ni 0 ga ko'paytirsak 0, 2 ga 0 ni qo'shsak ham 0. Demak, ko'paytirilgan 2, ya'ni umumiy qausning javobi 2 chiqqani uchun ko'paytirilgan 2 bo'ladi. Xo'p, yana hisoblaymiz. Ya'ni 84 dan 12 ni ayirib ketsak bo'ladi. 84 dan 12 ni ayiradigan bo'lsak 72 bo'ladi. Xo'p, qo'shilgan 15 kere 2, ya'ni 30. Buning umumiy javobi esa 102 bo'ladi. Demak, 9-misolga qarasak, ya'ni birinchi 18 ko'paytirilgan 7 ni o'zini yozib olamiz. Endi 12 dan 5 ni ayiradigan bo'lsam 7 bo'ladi. 13 ko'paytirilgan 7. Endi bu yerda bizda ikkita hadimizda ham, ya'ni ikkita ko'paytmada ham umumiy ko'paytiruvchi 7 paydo bo'ldi. Bunaqa misollar qanday ishlanadi? Xo'p, e'tibor beradigan bo'lsa, ikkitasida ham umumiy ko'paytiruvchi bor dedim. A ko'paytirilgan B qo'shilgan yoki ayrilgan holatda ishlaydi. Ya'ni bu taqsimot qonuni deyiladi. B ko'paytirilgan C. Xo'p, ikkitasida ham B umumiy ko'paytiruvchi. B ni qausdan tashqariga olib chiqib ketadigan bo'lsam, nima qoladi? A plus minus C qoladi. Demak, mana shu ifodaning qiymati bu ifodaning qiymatiga teng ekan. Demak, ikkitasida ham 7 borligi uchun 7 ni qausdan tashqariga olib chiqib ketaman. 7 ko'paytirilgan qaus ichida 18 minus 13 bo'ladi. Barobar 7 ko'paytirilgan 18 dan 13 ni ayiradigan bo'lsam 5 chiqadi. 18 dan 13 ni ayirsam 5. Demak, 7 ni 5 ga ko'paytirsam 35 bo'ladi. Demak, o'zi aslida mana bu tipdagi misol bilan bu tipdagi misol deyarli bir-biriga o'xshash, faqat umumiy ko'paytiruvchi bo'lgani uchun umumiy ko'paytiruvchini qausdan tashqariga olib chiqib ketdim. Lekin bu yerda alohida ko'paytirib va chiqqan natijalarni o'zaro ayirsam ham javobimiz 35 chiqar edi. Bu tipdagi misollar yig'indidan ko'paytmaga o'tib ishlanadi. Qanday o'tiladi desa, o'zi aslida ya'ni bir narsani tushuntirib o'tib ketaman. A qo'shilgan A va hokazo nechtadir A deylik, shuni n ta A deymiz. Agar n ta A bir-biriga qo'shiladigan bo'lsa,
buning umumiy natijasi a ko'paytirilgan n orqali topiladi. Ya'ni bizda 12lar soni nechta bo'lsa, yig'indini javobini shunga ko'paytirib qo'ysak, ya'ni har bir qo'shiluvchini shu songa ko'paytirib qo'ysak yetarli. 1 qo'shilgan 2, 3, 4, 5 ta. Demak, 5 ta 12 bor ekan. 5 ni 12 ga ko'paytirib qo'ysam, bizda umumiy natija chiqadi. 5 ni 12 ga ko'paytirib qo'ysam 60 bo'ladi. Keyingi misolimiz 1035 qo'shilgan 1035 qo'shilgan 1035 va mana shu 1035 dan 10 ta bor ekan. Demak, 10 ni 1035 ga ko'paytirsam, menda umumiy javob chiqadi, ya'ni 10350 degan javob chiqadi ekan. Endi e'tibor berib qaraymiz, ya'ni nozikroq joyi, ya'ni 14 ta son 145 ayrilgan 55 qo'shilgan 145 ayrilgan 55 va mana shunda har biri 14 ta son bor ekan. Ya'ni 7 ta 55 bor, 7 ta 145 bor. Buni qanday hisoblaymiz? Ya'ni 145 dan 55 ni ayiramiz, 90 bo'ladi. 145 dan 55 ni ayiramiz, 90 bo'ladi. Bu degani nima degani desa, ikkita son bitta 90 ni hosil qilyapti. 14 ta sondan nechta 90 hosil bo'ladi degan xulosa qilamiz. Xo'p, demak 14 ni shunchaki 2 ga bo'lib qo'ysak javob chiqadi. Ya'ni 7 ta 90 bor ekan. 7 ta 90 bo'lgani uchun 7 ni 90 ga ko'paytirib qo'yamiz. 7 ni o'zi 9 ga ko'paytirsak 63 bo'ladi. 7 kare 90 630 bo'ladi. Xo'p, keyingi misolimiz kreditda qo'shilgan kredit va qo'shilgan kredit qo'shilgan kreditda va bir nechta kreditlarni bir-biriga qo'shib chiqqanida javobimiz 4700 kredit chiqibdi. 4700 kredit chiqqan, yig'indida nechta kredit qatnashgan degan savol tushgan. Bunaqa tipdagi misol esa bunga teskari holat bo'ladi. 4700 kreditini bo'lishimiz kerak kreditga, ya'ni nechta kredit qo'shilganini topsak bo'ladi. 4700 kreditini kreditga bo'lsak 101 degan natija chiqadi. Xo'p, keyingi misolimiz 60 60 60 60 va bir-biriga 60lar qo'shilib chiqyapti. Xo'p, endi savolimizda aytayaptiki, endi mana shu yig'indida barcha 60larning o'rniga 70 qo'yilsa, yig'indining javobi necha chiqadi degan savol tushyapti. Xo'p, keling birinchi o'rinda biz 60 ni necha marta, ya'ni nechta qo'shilganini topib olamiz. Buning uchun tepadagi misol bilan bir xil 2400 ni bo'lishimiz kerak 60 ga. Demak, shunchaki ikkita nollarni qisqartirib tursak bo'ladi. 240 ni 6 ga bo'ladigan bo'lsam, tur, ya'ni 40 chiqadi. Endi demak, nechta 60 bor ekan degan savolga 40 ta 60 bor ekan deb javob bera olamiz. Demak, endi har bir 60 ta o'rniga 70 qo'y degani bu nima degani desa, nechta 70 qatnashdi degani 40 ta 70 qatnashdi degani. Demak, 70 qo'shilgan 70 qo'shilgan yana 70 va hokazo qo'shilgan yana 70 dan nechta desa 40 ta. Buni topish uchun nima qilamiz desa, 40 ni shunchaki 70 ga ko'paytirib qo'ysak, javobimiz chiqadi ekan. Ya'ni 40 ni 70 ga ko'paytiradigan bo'lsak, xo'p, javobimiz 2800 degan natijaga erishar ekanmiz. Keyingi tipdagi misollarimiz, ya'ni bir qoida bo'yicha ishlanadi. Qaysi qoida desa, yig'indida qo'shiluvchilar o'rni o'zgargani bilan yig'indi o'zgarmaydi. Bu nima degani desa, misol uchun oddiyroq sonni tushuntirib beraman. 5 ga 7 ni qo'shsam ham 12 chiqadi. 7 ga 5 ni qo'shsam ham 12 chiqadi. Ya'ni qo'shiluvchilar o'rni o'zgaryapti, ya'ni o'rni almashyapti, lekin yig'indi ikkitasida ham o'zgarmayapti, ya'ni 12 chiqyapti. Xo'p, mana shu qoidani ishlatamiz. Demak, qulay usulda hisoblang degan shartida qulay qaysi biri desa, 28 ga 72 ni qo'shish qulay, chunki 100 chiqadi. 48 ga 52 ni qo'shish qulay, chunki 100 chiqadi. Va ikkita umumiy chiqqan natijani qo'shib qo'ysam, javobim 200 chiqadi ekan. Keyingi tipdagi, ya'ni keyingi misolimiz 12 ga 88 ni qo'shsam 100 chiqadi. Xo'p, bu yerga yozaman. Xo'p, qo'shilgan 24 ga 76 ni qo'shsam ham 100 chiqadi. 36 ga 64 ni qo'shsam ham 100 chiqadi. Demak, boyagi tipdagi misolimiz yoki shunday qo'shib qo'ysak bo'ladi. Nechta 100 ko'ryapmiz? 3 ta 100, 3 ni 100 ga ko'paytiramiz 300 yoki 100 qo'shilgan 100 200, 100 qo'shilgan 200 qo'shilgan yana 100 300 bo'ladi. Demak, bizning umumiy natijamiz 300 chiqadi ekan. Keyingi misolimiz, endi 19 ga 81 ni qo'shish qulay, ya'ni 100 chiqadi. 32 ga 168 ni qo'shish qulay, 200 chiqadi. Bularni umumiy o'zaro qo'shib qo'yadigan bo'lsak, javobimiz boyagi misolga o'xshab 300 chiqadi. Keyingi tipdagi misolimiz endi taqsimot qonuni, boya birinchi tipdagi misollarda ko'rdik, ya'ni umumiy ko'paytirishni qasddan tashqariga olib chiqib ketish. Kreditni ikkitasida ham bor, olib chiqib ketamiz. Ichkari plyus bo'lsa, plyus bo'lardi dedik. Kredit chiqib ketdi, o'rnida 52 qoldi. Xo'p, qo'shilgan 48 bo'ladi. Endi 47 ta ko'paytirilgan 52 ga 48 qo'shsam 100 bo'ladi. Ko'paytiradigan bo'lsam 4700 degan natijaga biz erishar ekanmiz. Keyingi misolimiz ikkitasida ham bu yergacha bo'lgan umumiy ko'paytiruvchi bor va bu yerda umumiy ko'paytiruvchi bor.
Bu yerda 7 ni qarshisidan tashqari olib chiqib ketaman. 55 minus 45 qo'shilgan 3 ni qarshisidan tashqari olib chiqib ketaman. 55 minus 45 degan natijaga erishamiz. E'tibor bersak, ikkita qavs ichi ham bir xil bo'lib qoldi, ya'ni 10 ga teng. Ikkitasida ham endi nima bor degan savolga 10 deb javob beramiz. Ya'ni ikkitasidan ham 10 ni qarshisidan tashqari olib chiqib ketsak, ichkarida 10 chiqib ketdi, 7 qoladi. Xo'p, ichkarida 3 bu 10 chiqib ketdi, 3 qoladi. Demak, qavsning ichini hisoblasam 10 chiqadi, 10 ko'paytirilgan 10 albatta 100 ga teng. Demak, keyingi misolimiz, xo'p, 13 ni qarshisidan tashqari olib chiqib ketadigan bo'lsam, 12 qo'shilgan 24 degan natijaga erishamiz. Xo'p, 36 ko'paytirilgan 47 qo'shilgan 60 ko'paytirilgan 64. Bu tomonda o'yin ko'paytiruvchi yo'q bo'lganligi uchun qolganini shunday yozib oldim. Demak, 13 qarshisidan tashqari olib chiqib ketdim. Ichkarini hisoblaydigan bo'lsam, 36 qo'shilgan 36 ko'paytirilgan 47 bo'ladi. Xo'p, qo'shilgan 60 ko'paytirilgan 64. E'tibor bersak, bu ikkitasida 36 degan o'yin ko'paytiruvchi bor. Uni qarshisidan tashqari olib chiqib ketadigan bo'lsam, nima qoladi? 13 qo'shilgan 47 qo'shilgan 60 ko'paytirilgan 64 qoladi. Hisoblaydigan bo'lsam, qavsning ichini ichkari 60 bo'ladi. Shuni hisobiga 60 ni qarshisidan tashqari olib chiqib ketaman. 60 qarshida 36 qo'shilgan 64 qoladi. Xo'p, 60 ko'paytirilgan hisoblaydigan bo'lsam 100 bo'ladi. 60 ni 100 ga ko'paytirsam 6000 degan natijaga erishar ekanmiz. Keyingi misolimiz, ya'ni agar A ifodasining qiymati shunga teng bo'lsa, B ifodasining qiymati shunga teng bo'lsa, B ni A ga bo'lib bering. Ya'ni B taqsim A degani B ni natijasini A ning natijasiga bo'lib bering degan. Endi buni ikkita ishlanish yo'li bor. Birinchisi soddaroq, ikkinchisi sal murakkabroq bo'ladi. Birinchi misolimizda 1 dan 25 gacha bo'lgan toq sonlarni qo'shib chiqamiz. Keyingisi mana shu 4, 12, 20, undan keyingisini qo'shib chiqamizda natijani o'zaro bir-biriga bo'lamiz. Xo'p, bundan soddaroq yo'li, e'tibor beradigan bo'lsak, B ifodasining qiymatida hammasida 4 karrali. Ya'ni 4 ga bo'linadigan sonlar. Qarshisidan tashqari olib chiqib ketsam bo'ladi. Bundan 4 ni olib chiqib ketaman 1, bundan 4 ni olib chiqib ketaman 3, bundan 4 ni olib chiqib ketaman 5 va hokazo qo'shilgan 100 dan 4 ni olib chiqib ketadigan bo'lsam 25 bo'ladi. Mana bu yerdagi ifoda A ning qiymati bilan bir xil. Bundan ko'rinib turibdiki, B soni A sonidan 4 marta katta. Endi B ni A ga bo'lsangiz 4 chiqadi degani bu. Ya'ni B bo'lingan A, ya'ni 4 marta katta bo'lgandan keyin bo'lsak 4 degan natijaga erishar ekanmiz. Biz bilan matematikani tez, oson va qiziqarli tarzda o'rganing. Bizni kuzatishda davom eting. Nurli kelajak, kelajakni biz bilan quring.